O'rtoqlar, sizlarga men buni ko'rsatmoqchi edim. TikTokda, Instagramda rosa reklama qildi-yu. O'smali sovun sochni o'stiradi deb, qarochi. Bilmayman. O'smali deb olgandim. Qarochi, o'zim marketda ko'rib qoldim, oldim-da. Hidi yaxshi. No o'smali deb yozgan bilan o'smali emas bu, chunki rasmda o'smani rasmi yo'q. No yuvayotganda yashil rangi chiqdi, lekin menga umuman yoqmadi. Men hozir yuvib chiqdim, quritdim sochimni. Даже yuvilgan sochga ham o'xshamaydi. Hamda ko'ringan bilan yuvilganga o'xshayotgandir, atak menga yoqmadi. Birinchidan quritib yurar ekan, sochni slishkim darajada quritib yurar ekan. Nima desam, qarochi, quritgani bilan men bu oralari yuvilmagan soch qanaqa bo'ladi, yog'limi, chipa mana shunaqa bo'lib qoldi. Buni tushunarsiz, qarochi, duratskiy bo'lib qoldi. Endi buni kir yuvishga ishlatib yuboraman. Bir marta ishlatdim, qaytib ishlatmayman. Qarochi, o'zimdan olgandim. Maslahat bermayman sizlarga. Undan ko'ra eng arzon shampun olib ishlatsa, o'shandan foyda bo'lardi menimcha. Qaranglar turishini sochim. Bilmayman, qarochi, menga yoqmadi.